Ailda o'z qo'lingiz bilan qo'ldamning cho'pini tayyorlashni o'rganishni xohlamsiz? Yaxshimisizlar do'stlar? Men Niyat. Bugun ailda qo'ldamning cho'pini tayyorlashni o'rganamiz. Ko'proq tayyorlab to'nglatqiga silib qo'ysangiz, xohlagan vaqtda ilib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Aldi bilan muvofiq miqdordagi unga tuz hamda 2 tal tuxum chaqamiz. Qo'llash yuzida 6 raqamni ko'plab aytib qo'yishinglarni tuanchilik bilan so'rayman. Hamda muvofiq miqdorda suv quyib, qattiq xamir yug'uramiz. Xamir yug'urib bo'lgandan keyin 20 minut tindirib qo'ysak bo'ladi. Andan əvvəlki azraq kraxmal çeçib etgandan keyin xamirni to'mroq qilib yayimiz. Andan filmda ko'rsatilgandek qalamchi qilib kesib olamiz. Yana qo'noqdan ichida kichik-kichik kesib, ustiga azraq kraxmal chechimiz. Andan yaxshi aralashtirib shakl kirgizishni boshlab ketsak bo'ladi. Odatda sho'si tayyorlaganda ishlatiladigan mushnondagi yog'och asbobimizni ostiga qo'yib, bosh barmoqimiz bilan xamirni ching bosgan holatda yon tarafga seriymiz. Yoki ost tarafga yoki so'l tarafga sersak ham bo'ladi. Mushnondek necha xil shaklli qo'ldam chiqadi. Yoki burunqi kon usul bilan, ya'ni amalga xamirni qo'yib, bosh barmoq bilan yon tarafga sersaqla, yana bir xil shakl chiqadi. Yana odat ishlatiladigan mushnondek suzgichda shakl chiqarsaqmi, shunchalik chiroyli bir shakl bo'ladi. Texnik yaxshi mazmunlarni nazarlanmoqchi bo'lsangiz, bas so'rtini 5 minut qo'shib olishni unutib qolmang. Qo'ldam xamirimizni ko'proq tayyorlab olib, to'nglatqida saqlasak, xohlagan vaqtda ilib ishlatish intayin qulaylik bo'ladi. Qani siz sinab beqing.